Keyingi 308 versiyamizda Mythic Forge ruletkasiga qaysi skilllar qaytishi va nihoyat aniq bo'ldi. Ulardan birinchisi mexanik akula seti. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Chiroyli, bunaqa animatsionli emotsiyasi bo'ladi va xilpiradigan orqa tomoni ham chiroyli bo'ladi. Keyingi esa Bahodir seti, Bahodir akaning seti. Uni ham emotsiyasi bor, bunaqa baliqda olib chiroyli emotsiya qiladi. O'sha baliq sifat qilib yasab qo'yilgan. Uchinchi mifik kostyumimiz esa bunaqa zamonaviy Lord seti bo'lar ekan. Buni hech qanaqangi emotsiyasi yo'q, lekin ko'rinishi chiroyli. Kostyum yarmi zamonaviy, yarmi o'sha eski zamonda lordlarga o'xshab yasalgan. Qurollariga keladigan bo'lsak, birinchi quroli S12K drabashi uchun mana shunaqa kuchaytiradigan skinni qaytarishadi. Atom Trigger deb nomlangan ekan. Kilchati ham bor va dushmanga tegsa chiqadigan unaqa chiroyli effekti ham bor. Keyingisi Kar 98K Koreyak qurol uchun shunaqa binafsha rangli, chiroyli kilchatli skinni ham qaytarishar ekan. Atigi 3 levelgacha chiqadi xolos bu Koreyagimiz. Keyingisi Uzi qurol uchun sehrli texnologiya skinini ham qaytarishar ekan. Buni kilchati bor xolos, ko'rinishi lekin uncha chiroyli emas. Xullas mana shu skinlarimiz keyingi Mythic Forge ruletkамizda qaytadi. Mythic Forge ruletkamiz 7-may sanasida yangilanadi va 308 versiyamiz ham 7-may kuni keladi.